Wow, bu gul qanday gul? What the heck? Bu gul biz uyda bor. Shuning uchun biz buni sotyapmiz. Ya'ni 5-sinfli mening singlim, ya'ni Jasmina buni qilyapti. Shunday gullarni bu birinchi qo'l ishi bugun yasab keldi. Biz buni soqqaga urib sotamiz. Agar sizlarga kerak bo'lsa, sizlar menga nomeringlarni kommentda yozinglar. Oilaga, singllarga, ish qilib kimlargadir qanaqa qilibligini yoki men bitta kapalak o'rniga dollarlik ham bor. Dollarlik qilsa ham bo'ladi. Shuni menga aytsanglar, oilagaman, ya'ni biz tayyorlab berib sotamiz. Qani unda videoga ketdi. Mana obunachilar, biz kelib oldik, ya'ni O'zbekiston bilan Argentina o'yiniga. Xo'p, bugun tezlashtiramiz. Ya'ni boya aytganimdek, menga aytaverasizlar o'sha gulni. Shu gulni biz sotamiz. Gol. Bo'pti, Argentinaga gol urdik. O'sha gulni sotamiz. Narxi 150 ming so'm. Agar sizlarni oilaga kerak bo'lsa, olib qolinglar, balki oilaga yoqar. Ya'ni dollarligi ham bor, shu yerda aytib o'tdim. Boshida ko'ring, zo'r gul. Bo'ldi, boshlanyapti o'yin, ketdi. Hop. O'zbekiston yutadimi, Argentina yutadimi? O'shani ham aytib qo'yinglar. Oxirigacha. Hop, boshlandi. Singlim ham o'zbek siyla deb qo'ydi. Hoziroq kommentga tushib yozib qo'yinglar, o'zbeklar yutadimi yoki Argentina yutadimi? Biz ozginchadan keyin mana boshlandi. G'iromchilik qilmanglar. Xo'p, mana boshlandi o'yinimiz. Xo'p, hozir aytganimdek, ularni sotaverasizlar. Mana 5-sinfli qiz, shunday qo'lida mehnat bor. Meni singlim 5-V sinfda o'qiydi atak. Ismi Jasmina agar. Qarachi. Oppa, o'qilamidi biz? O'qiganmiz. Voydot, yana deb boryapti. Hozir Argentina o'yinini ko'rayotganimizda demak ko'ramiz. O'ynab qo'rchoq, uchar edik arg'imchoq, siz meni chog'im. Oppa. Hali kichkina singlim ham shunaqa yasaydi. Endi esa o'yinga qaytaylik. Bo'pti. Yaxshi birga chiqib ketdimi? Voydot, Argentinaniki baribir kuchli. Bilasizlar. O'z boshida yulduzchalarni ham ko'rdinglar. To'laydi, O'zbekistonniki to'lamas edi. Hoppa, gol. Video shundan iborat edi. Ko'rgan bo'lsangiz, sizlar bilan Citro Gaming bo'ldi. Sizlar bilan xayr.